Ovqatlanish mutaxassislari nonushtani kunning eng muhim taomi deb hisoblashlari tasodif emas. Axir muvozanatli nonushtasiz vazn yo'qotish va uni samarali nazorat qilish imkonsiz. Chunki u ertalab tanani ishga tushiradi va butun kun dietasini belgilaydi. SEO ma'lumotlarga ko'ra 70 dan ortig'i ruslar nonushta qilishadi, yog' va uglevodlarga boy yuqori kaloriyali ovqatlar bilan. Sendvichlar pishiriqlardir. Bunday nonushtalar tez attirmalklab, ortiqcha ovqatlanish va natijada vazn orttirishga olib keladi. Yana 15. Faqat bir piyola qahva ichish yoki nonushtani butunlay o'tkazib yuborish bu 4% osishga olib kelishi mumkin. 7 gacha. Yiliga qo'shimcha funt. Haqiqiy nonushta qanday bo'lishi kerak? Nonushta ozuqa moddalari bilan muvozanatli bo'lishi, tanani uyg'otishi, energiya berishi, oqsil kabi mikro va makro elementlarni to'ldirishi va kaloriya miqdori past bo'lishi kerak. Bu qiyin. Muvozanatli ovqatlanish sohasida mutaxassis bo'lgan Herbalife tayyor yechimga ega. 3 oddiy bosqichdan iborat muvozanatli nonushta. Aloe vera ichimligi, Formula 1 kokteyli va termogetik osimlik ichimligi. Aloe konsentratli ichimlik ertalab hazm qilish tizimini ishga tushiradi, chunki u 96 dan ko'proq. Tabiiy aloe vera gelidan iborat. Bir stakan suv va bir porsiya aloe konsentrati hazm qilish tizimini to'g'ri holatga keltiradi va kun davomida tabiiy ishlashiga yordam beradi. Formula 1 kokteyli va muvozanatli ovqat stakanda tanaga zarur majro va mikroelementlarni taqdim etadi. Bir porsiya kokteyl 17 gram oqsil, tolalar, 20 dan ortiq vitamin va minerallar va faqat 200 kilokaloriya. Mazali Formula 1 kokteyli bir necha soat davomida tayinganlik hissini beradi. Termogetik osimlik ichimligi esa 7 soatni o'z ichiga oladi. Fitokomponentlar va kofe, qora va yashil choyning afzalliklarini birlashtiradi. Termogenetik osimlik ichimligi tezda energiya beradi, muhim antioksidantlar beradi va kun davomida yaxshi holatda bo'lishingizga yordam beradi. Herbalife'dan muvozanatli nonushta. Jami 220 kilokaloriya va shu bilan birga tanangizga barcha zarur foydali ozuqalarni berayotganingizga ishonch hosil qilishingiz mumkin. Bosh kaloriyalardan voz kechib, tanangizda ortiqcha vaznga aylanishdan saqlang. Bundan tashqari, bu mazali va sog'lom nonushtani tayyorlash uchun atigi 3 daqiqa vaqt kerak. Kuningizni Herbalife'dan muvozanatli nonushta bilan boshlang. Bu sizga kun davomida muvozanatli ovqatlanishga yordam beradi va natijada har kuni ajoyib ko'rinish va his qilishingiz mumkin.